tili grammatikasi murakkab emasmi? Ko'pchiligimiz arab tili grammatikasini murakkab deb o'ylaymiz. Albatta, arab tili grammatikasi, sarf va nahvu fanlaridagi qoidalar yangi o'rganuvchilarni qo'rqitishi mumkin. Arab tilidagi fe'llarning zamonlari, ularning turli shaxslarga tuslanishi va ularning turli ma'nolarda kelishi va har bir o'zakdan 192 ta so'z yasash mumkinligi avval yangi o'rganuvchi odamni qo'rqitishi va cho'chitishi tabiiy holdir. Ammo buni tizimli va bosqichma-bosqich shaklda o'rganish mumkin. Masalan, har bir fe'lning asl ildizi, asl holati sulasiy, ya'ni 3 harflik bo'lishini yoki ruboiy 4 harflik bo'lishini o'rganib olinsa va bu o'zaklardan har biridan 192 ta so'z yasash imkoniyati borligini va bularni tizimli shaklda jadvallarini shakllantirib olgandan keyin bu holat ancha yengillashadi. Oson o'rganish uchun qanday yondashish kerak? Avvalo, yangi o'rganuvchi kishi fe'llarning zamonlarga bo'lib, qismlab bo'lib o'rganishligi lozim bo'ladi. Masalan, o'tgan zamon fe'lini arab tilida madi deyiladi. Mozi fe'llarini to'la-to'kis tarzda o'rganib bo'lganidan keyinchalik hozirgi kelasi zamon, ya'ni mudori fe'liga o'tishligi, undan keyin esa amr fe'lini o'rganishlikka o'tishligi lozim bo'ladi. Demak, oson o'rganish yo'li birinchisi qismlarga bo'lib, qisqa mavzularni o'rganishdan boshlashlik kerak. Ikkinchisi, grammatik qoidalarni faqat tushunib, uni yodlab olishga emas, balki uni haqiqiy jumlalarda yoki biz o'rgangan emas, yangi jumlalarda qo'llab ko'rishga va undagi holatlarni o'rganishga va har qaysi matnda mana buni tatbiqini qilishga harakat qilsak, albatta oson bo'ladi. Yana ham oson o'rganish uchun esa interaktiv yondashish lozim bo'ladi. Bitta qoidani nazariy o'rgandingizmi, o'sha zahotning o'zida undan jumla tuzish, qisqa qoidali, qisqa grammatik qoidalar ishlatiladigan so'zlar tuzish, matnlar tuzish bilan buni yana ham osonlashtirish mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, arab tili grammatikasi haqiqatda murakkab. Ammo uni o'rganishni bosqichma-bosqich qilgan odamga arab tili grammatikasi murakkab emas, aksincha mantiqiy konstruksiya kabi ko'rinib, soddalashib qoladi.